Baxtiyor abi, yana qarang. Bu ne maşinlar bunchalar arzonlab qolibdi? Aksiya qo'yib beribsiz. Ne oldu? Bu yerda bizani Bag'at avtosentrda baha sindirish emas, prosto Instagram tarmog'ida hazatsa xalq hazatsin degan shior bordan. Shuning uchun hazatsa xalq hazatsin deb aksiya bahada qo'yib ko'pmiz mashinalarni. Arzon bersak xalq hazatadi. Biz arzon bersak xalq hazatami? Yo'q, sen arzon bersang emas, biza mashina arzon satsak xalq hazatadi deyman-da. Unda basing arzonlatayring mashinalarningizni. Sen hurmatli obunachilar, mashinani xalq hazatgidin etib, normalniy bahada qo'yib beramiz. 2015 yil 180 ming yurgan egalardan kraskasi absolutni родной, bufellardan kraska yo'q. Bahası 95 milyon so'm, e'tibor etasizlar. 2015 yil halol 180 ming yurgan. Metan gazlar ham bor. Bahasını aytdik 95 milyon so'm. Avtokredit olaman desangizlar 35 milyon so'm bilan chiqadi. Bilasizlar, bu xususiy banklardan chiqadi. Yili ko'na bo'lgani uchun oylik to'lov 3 milyon 680 ming so'mdan tushadi 33 oya. Hazatsa xalq hazatsin degan shior ina shunday bo'ladi. Keyin avtomat korobka Gentra 2024-23 yilda 23 etib berganlar texpasportini 3000 kilometr yurttiribdi. Bahası 185 milyon edi. 177 milyona tushiramiz bahasini. Mikrofonni o'chirib. Yan başında knopkasi bor, bosib tur. Hurmatli obunachilar, 177 milyon so'm nomer olingan, lyuks sakadiska hamma narsasi bor, Darkman Suite. Xo'sh, avtokrediti 130 dollar bilan chiqarib beramiz. Aksiya baho lekin bu tushunasizlar. 130 dollar bilan avtokreditga chiqadi. Notarius Gayse Eddinni oylik to'lovi 6 milyon 370 ming so'mdan tushadi 5 yil. 5 yil. Shuni e'tibor etasizlar. Keyingi mashinamiz Damas 2024 dekabrning oxirida kelgan kuzubi 25, 2000 kilometr yurib turibdi. Buni tan narxi 95 milyon so'mga beramiz. Metan birinchi nomer, hamma narsa tiylar to'shalib tayyor bo'lib turgan Damasimiz, oppoq Suite. Xo'sh, buni avtokreditga beradigan bo'lsak 500 dollar bilan mashinani minib ketasizlar. 500 dollar berasizlar. Notarius Gayse Eddinning bo'ladi. Oylik to'lovi 3 milyon 100 dan tushadi 5 yil. Dollar kursi o'ynasa, buni oylik to'lov ham razisiya etadi. Shu yerdan e'tibor etasizlar. Keyin 2025, chist 2025 yil qaymoq Suite, polni patologlari, obshipkalari hamma yeri koja etib, zo'r etib taxlangan, metan gazlar ham bor, birinchi nomer olingan, 3600 kilometr yurib turibdi, halol o'zini probegi. Buni bahasi 95 milyon so'm beramiz. Naqd pul bo'lsa ustunda yana kelishtirib beramiz. Buni avtokreditga olaman desangizlar 230 dollar bilan chiqadi. 230 dollar bilan 2025 yil tayyor metan nomerlari bor, minib ketasizlar. Like bosib, podpisatsiya bosib kuzatsangizlar, shunday arzon mashinalarni qo'yib beraveramiz. Keyingi mashinamiz 10X 2023 yil, 2-pozitsiya, displayim, yumshoq balonlari bor, oblisovkalar qo'yilgan, qimmat chexol, 1,5 millionlik evakor poliklar ham hamma o'zlari tashalgan, tayyor. Pakalina propani bor, 16400 kilometr yurib turibdi, halol o'zini probegi. Salon narxi 161 milyon so'm. Bize beramiz 136 milyon so'm. Naqd pul bo'lsa 136 milyon so'm beramiz. Buni avtokreditga olaman desangizlar 100 dollar ekkelasizlar. 100 dollar ekkelasizlar. Notarius Gayse Eddinni oylik to'lovi 4 milyon 800 dan tushadi. 100 dollar bilan mashina minadigan zaman keldi yine. 10X yana, 10X 23 yil. Keyingi mashinamiz Darkman Cobalt 2024 yil. Nomer olingan, nomer içinde duribdi, 700 kilometr yurgan. Avtomat korobka style variant. Buni tan narxi 149 milyon so'm, nomer ham bor ichida. Yana ustunda bir 500 so'm benzin puli qaytib beramiz. Agar avtokreditga olaman desangizlar 700 dollar bilan chiqadi. Notarius Gayse Eddinni oylik to'lovi 4 milyon 980 ming so'mdan tushadi. Satiladigan mashinalarimiz bo'lsa, bemalol kelasizlar, shu yerda reklama etib besplatni sotib beramiz. Ko'rib turibsizlar, 15-20 mashinada kunina 2 mashina, 3 mashina sotib turibmiz. Keyingi Damas mashinamiz 2023 yil 6000 kilometr yurgan.
Bahası 85 milyon so'm bo'lsa beramiz. 2023-yil. Bam tayyor, chexol, polik, hamma narsalar nomerlar necha olingan. Bahası 85 milyon so'm. Avtokredit alaman desangizda 2 milyon 200 ming so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5 ila 3 milyon 80 ming so'mdan tushadi 5 ila. Aksiya bo'lgani uchun shu yerdan e'tibor etasizlar lekin. Yana bir narsa, bizdan mashina olsangizda, ina главный prizda Matiz mashina qo'yilgan. Bitoy texnika 40 odamdan 10 odam sovg'a yutib olishi mumkin. Keyingi 2020-yil Cobalt'imiz mexanika korobka. Mashina 67 ming probeg yurib turibdi. Balonlar sosteniyasi top-toza, aybi yo'q. Bir dona shu aybi kapot qo'yilgan. Buni ham videolarini ko'rsatib, как положено kelgan vaqtlaringiz ustalar bilan kelsangizlar, tekshirib olaverasizlar. Mashina eldindan bir udar olib ya tırqildagan emas. Üstüne şu Toshkentda yomg'ir bo'lgan vaqtida vetga tushib, shu kapot yenchilib, toza jem kapot qo'yilgan. Buni bahasi 118 milyon so'm naqd pul bo'lsa, 116 milyon so'm beramiz. Avtokrediti 300 dollar bilan minib ketasizlar. 300 dollar berasizlar, notarius gaysi o'zingizdan oylik to'lov 4 milyon 26 ming so'mdan tushadi. Dollar kursi o'zgarsa 4 milyon ham tushishi mumkin, 4 milyon 50 so'm bo'lishi ham mumkin. Shularni e'tibor etasizlar. Keyingi Nexia 3 mashinamiz 2020-yil 52 ming probeg yurib turibdi. Mexanika korobka, bir tomchi kraskasi yo'q. Yumshoq balon, metan hamma o'zlari bor, tayyor. Oq svet, klaplar ham ochilgan emas. Bahası 107 milyon deb qo'ydik. 105 milyon so'mga tushirdik. Hazatsa xalq hazatsin degan shior ina bizani Bag'at avtosentrda. Keyin avtokredit alaman desangizlar 580 dollar kelasizlar. 580 dollar notarius gayzetini oylik to'lov 3 milyon 400 dan tushadi. Matiz mashinamiz 2009-yil prostoy gidrolikasi bor. Buni qog'ozini olib turib o'xshaydi. 100 nechani yurganini kommentariyada yozib beramiz. Qog'ozini olib turib buni yana ko'rib yuradilar. Buni avtokredit olamiz dedilar. Tikosi bor ekan, Tikoni bu aytgan baho biza hisoblab ola olmadik, shuning uchun kelisholmadik. Buni bahosi 31 milyon so'm 2009-yil prostoy gidrolika. Bam avtokreditga chiqadi, 12 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lov 1 milyon 100 ming so'mdan 33 oyga tushadi. Nexia bir mashinamiz 2000 kaç yıl adı? 2002 yıl. Nexia bir maşinimiz 2002 yıl. Bunu yamanat hibab zorating bunu azima bu zenglere işlengen emez zor tuttu yine. Lüks kondisyoner yine arka ışıklarından peslerinden düşüreyim. Zengi işlengen emez. Şimdi kalelleri işlengen. Polni shumka bo'lgan lüks kondisyoner 203 ming kilometr yurib turibdi. Soni Stramblor. Mashina bahasi necha so'm aytib beramizmi? 35 milyon so'm bo'lsa beramiz. Elde usuliyatini ham ko'rsatib bering. Usuliyatli stakan joylari, kreltilari hech yerinde sinib suvarga bo'lgan yeri yo'q. Gemoloy joylari ham zo'r turibdi. Bu gemoloy joy deganni alıp satarlar tushunadi. Bu bellarni ko'rsatib bering. Zo'r turibdi yine. Zavod ishlangan emas bu yerlar yine. Usta kelib tekshirtirib olaverasizlar. Mashina bahasi 35 milyon so'm. Avtokredit alaman desangizlar 20-25 milyon so'm beradi bunga. Shunda 10 milyon so'm bilan chiqadi ekan avtokreditda. 10 milyon so'm bilan minib ketishingiz mumkin. Oylik to'lovi 745-750 ming so'mlardan tushadi. Obunachilarimiz like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Shunday arzon mashinalarni chiqarishda davom etamiz. Kommentariyada kamchiligimiz bo'lsa, o'z fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddamiz. Hammani Ramazon ro'za oyiti bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.